Navbatdagi savol. Ustoz, sunnat namozidan keyin qo'l ko'tarib duo qilinmagani afzal deyilibdi. Bunga dalil bormi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Dalil yo'q bunga. Ya'ni bunga afzal ko'tarilgan, ko'tarilmagan degan narsaga dalil yo'q. Hamma masala shunda ketyapti. Dalil yo'q uchun bo'lyapti. Dalil yo'q uchun, ya'ni bu narsada daliling bormi shuni afzal qilmaganligi desa, yo'q, dalilimiz yo'q. Lekin o'zi aslida dalil yo'qligi dalilda o'zi. Dalil yo'qligi dalil. Masalan, bir amalda men bir amalni qilish kerak deb sobit qilsam. Misolcha aytaylik, namozdan keyin, har namozdan keyin bir pora Qur'on o'qish kerak. Sunnatda shu deyapman men. Sunnat shu, bir pora Qur'on halqa bo'lib Qur'on o'qiymiz namozdan keyin. Endi bir odam chiqib qarshi chiqsa, Qur'onga qarshi chiqyapsanmi? Qur'on o'qish bor-ku o'zi aslida. Ha, bor. Nima qarshi chiqyapsan? Yo, meni qarshiligim Qur'onga emas. Qur'on o'qing, qachon xohlasangiz o'qing. Lekin aynan o'sha namozdan keyin halqa bo'lib o'qish sunnat degan tushunchangizga men qarshiman. Agar siz bunga dalil olib keling. Siz menga aytsangizki, yo'qligiga dalil olib keling. Yo'qligiga dalil olib keling desangiz, men dalilga muhtoj emasman, chunki o'zi asli yo'qligi o'zi. Siz uni isbot qilyapsizmi? Isbot qilgan odam dalil olib kelish kerak. Ya'ni uni bor degan odam dalil olib kelish kerak. Masalan, peshin namozini 4 rakat emas, 6 rakat o'qiyapman men. Siz menga inkor qilasiz nima deb? Yo'q, noto'g'ri qilyapsiz birodar. Siz 4 rakatni 6 rakat qilib yubordingiz. Xo'p, 6 rakat yo'qligiga dalil olib keling. 6 rakat emasligiga dalil olib keling. Dalil olib kelasiz, Rasululloh 4 rakat o'qigan. Ha, o'qigan bo'lsa men 2 rakat qo'shib yuboryapman, namoz qo'shyapman, nima yomonlik qilyapman men? Desam nima deb javob berasiz? Yo'q, Rasululloh qilmagan ishni qilmaslik sunnat bo'ladi. Rasululloh qilmagan ibodat bu. Ana shu joyda endi, ana Rasululloh qilmagan narsani endi bunaqa xalqa bo'lib Qur'on o'qish bo'ladimi? Yoki bu jamoat bo'lib duo qilish bo'ladimi? Rasululloh qilganmilar shuni? Rasululloh jamoat bo'lib duo qilgan, lekin aynan sunnatdan keyin har kuni 5 vaqt namozda mana shunday bo'lganmi shu? Sunnatni to'g'ri talqin qilishimiz kerak. Duo qilsangiz qiling, xohlaganingizcha duo qiling, duo eshigi ochiq. Lekin odamlarni bunga majburlab, chiqib ketgan odamni yomonlab, bu tashab ketyapti, bu sunnatni tashab ketyapti, namozni tashab ketyapti, yarim beldan turib ketib qolyapti bu deb qoralash, mana bu narsaga odam kengroq nazar bilan qarash kerak. Bu sunnatni biz talqin qilgan paytida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aynan shunday qilganmilar. Endi bu narsa desa Qur'onning fazlini gapirib beradi birov. Qur'on o'qish yaxshi, Qur'on o'qigan paytda turmas kerak, eshitish kerak. Gap so'z yo'q bunda. Qur'on yaxshi, fazli. Lekin bu yerda masala nimada ketyapti? Masala shu amal, shu namozdan keyin shuni o'qish odamga odati bo'lib qolib, sunnat bo'lib qolganligida. Yomon ish emas-ku desa, yomon ish bo'lsa mayli qiling, lekin nimaga turib ketgan odamni malomatlayapsiz? Namozni chala tashib ketyaptimi? Namozdanmi? Demak, unday tushunchaga borib qolgan bo'lsangiz, demak bu namozni davomi degani bo'lyapti hozir. Namozni davomi oxirigacha o'tirishingiz kerak bo'ladi bunda. Ana u odam bor degan odam dalil olib kelish kerak. Yo'q degan odam o'zi aslida olgan bo'ladi. O'zi aslida yo'qligi. Masalan, peshin 4 rakat, 6 rakat degan odam unda dalil olib kelish kerak. 5-6-rakatga dalil olib kelish kerak. Yo'q, 4 rakatdan ziyodi yo'q degan odam dalil olib kel desa, dalilda yo'qligi deyiladi. Ya'ni dalilda yo'qligi dalil o'zi. Chunki ibodatlarda aslisi Rasululloh qanday qilgan bo'lsalar, shunday qilmoqligimiz. Rasululloh qilmagan narsani qilgan odam dalil olib kelish kerak. Endi ba'zi narsalar ijtihod bilan kelib chiqqan bo'ladi. Masalan, Qur'on o'qish bor, xalqa bu zikr qilishlar bor. Ular aytish kerak, biz ijtihod bilan mana shu narsani qilyapmiz mana. Desa, mayli ijtihod bo'lsa qilsin, lekin ijtihod qilgan narsasini birov sen ham meni qilgan ijtihodimni sen ham qilasan deyishga haqqi yo'q uni. Bu odam yo'q, men buni to'g'ri deb o'ylamayman desa, tursin, ketsin, ketaversin. Biz Qur'on o'qiymiz, o'qigin kelmayapti, bu chiqib ketaversin. Biz o'qiymiz. Biz zikr qilamiz, biz duo qilamiz desa masalan, men buni qilmayman deb chiqib ketayotgan odam nima ma'lumotlaydi uni? Mana shu joyda-da, ya'ni bizni tushuntira olmayotgan narsamiz shunda. Buni o'zi asli qilayotgan ishlariga dalil, bulardan dalil so'rash kerak, qiladigan odamlardan dalil so'rash kerak. Nima uchun qilyapsizlar bu ishni? Bitta savol, Rasululloh qilganmi shu ishni? Nima deb boshlanadi javobida? Rasululloh qilmagan bilan deb boshlanadi-da gap. Shunda o'zida o'zi aytayapti, Rasululloh qilmagan bilan degani, demak Rasululloh qilmagan degani o'zi ham tan olyapti. Yo Rasululloh qilganlar, ha qilgan desa, qani ko'rsating deyiladi. Qani ko'rsating, bosh ustiga, ko'z ustiga. Buni olib kelamiz, biz amal qilamiz hammamiz. Mana shu narsada, ya'ni bu buni vahobiy deydi, boshqa deydi. Vahobiylikning aloqasi bor bu yerga.
ya'ni ochiq oydin narsa bu narsa. Juda ham ochiq oydin narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganmi yo'qmi? Nimaga achchig'ingiz keladi sizda? Rasululloh qilganmi yo'qmi desak, nega g'azablanasiz? Nimaga siz yomon ko'ryapsiz meni masalan yo boshqa shuni qilgan odamlarni? Rasululloh qilganmi deb savol bersa, siz g'azablanmang, javob bering bu gapga. Rasululloh yo'q qilmagan bilan deb boshlayapsizmi? Bo'ldi, o'ziga o'zi hujjat keltirdingiz hozir. Rasululloh qilmagan bilan degani qilmagan degani bu. Yo'q, Rasululloh qilmagan, lekin sahobalar qilgan desa, mayli sahobalar qilgan bo'lsa, sahobalar dalilni olib kelin bizga. Mana mayli qilgan bo'lsa, qani ayting, qaysi sahobiy shuni qilgan? Xulofay roshidinlar qilganmi shuni? Yo'q, ular qilmagan bilan, lekin salaflarimizdan, bizni ulug'larimizdan kimlardir qilgan degan narsaga o'tsangiz, demak Rasululloh qilmagan bo'lsalar, Xulofay roshidinlar buni qilmagan bo'lsa, Rasulullohga ergashishimiz avlo emasmi masalan, insof bilan aytganda? Nima qilasiz bu yerda mojaro janjal chiqarib, birovlarni yomon ko'rib, yomon ko'rsatib, musulmonlar o'rtasida ixtilof chiqishiga kim sababchi bo'lyapti? Bir narsani ijtihod bilan qilsangiz-da, senlar ham qilasan shuni deb majburlasangiz odamlarni. Qilmagan odamga har xil laqab qo'ysangiz, haqoratlasangiz, uni obro'siga tegishsangiz, ha desa mana uni qilmayapti bu narsani desangiz. Bu kim zolim bo'ladi bunday holatda? Allohul musta'an. Allohu a'lam.